Bo'ldi. Ochi kela ojonlar bu ko'rib turgan mana bu temir chodir. Ustiga issiqdan, yomg'irdan saqlanadigan narsalarni qo'ygan. Arafot vodiysiga kirib bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bunaqa chodir Payg'ambar alayhissalatu vassalom millionlagan shogirdlari bilan sahobalar bilan kelgan. Hozirgi paytlarda o'tgan yili biz hajda bo'ldik. 2 millionga yetmagan odam bo'ldi. Ya'ni umrada asli 12 million odam bo'ldi. 12 million. Baland 2 millionni qarang. 2 millionga yetmagan odam bo'ldi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom 100 ming sahoba bilan keldilar. 100 ming sahoba bilan kelib, orqa tomonida biz o'tolmadik, orqa tomonida. Adirdan kattaroq Rahmat tog'i bor. Alloh taborak va taolo o'sha joyga nazar qilganligi uchun ham u joyni Rahmat tog'i deyiladi. Rahmat tog'i. Payg'ambar alayhisalom o'sha Rahmat tog'ining yonida Harsang toshga chiqib da'vat qildilar. Umar roziyallohu anhu nima dedilar? Ya Rasululloh, shu tog'ni tepasiga chiqib olsalar, chiqib da'vat qilsalar, hamma ishlar desalar nima dedilar Payg'ambar alayhisalom? Men dedilar, tog'ni tepasiga chiqsam, mendan keyin ummatim egishchilikka mo'zallikka bir-birlarini hatto qatl qiladi. Bir-birlarini rioyalarni qilmaydilar. Odoblarni unutib yuboradilar. Hatto shirk darajasiga olib boradilar deb xavotirlanadilar. Va shuning uchun ham Payg'ambar alayhisolatu vassalom Harsang toshi ustiga chiqdilar. 100 ming sahobaga qilgan xutbalardan ayrim narsani aytib beraman. Sahobalarga qarab aytdilarki, sahobalarim, bugungi aytadigan gapim balkim oxirgi xutbamdir dedilar. Biz biladigan narsa shu bo'lishi kerakki, meni shu joyga qo'ygan qadamim balkim oxirgisidir deydi. Meni aytayotgan so'zim, Robbimga yuzlanganim, odamlar bilan bo'lgan muomalam balki oxirgisidir. Yo foydamga yoziladi, yo zararimga yoziladi deb to'xtab olish kerak. Mana shu me'yor. Kimgadir qattiq dedik, qalbini vayron qildik, to undan uzr so'raguncha o'tib qolsak nima bo'ladi? Sirotning ustida qolamiz shunday muallaq. Alloh taoloning va'dasi bor. Men bilan seni o'tdayni men af qildim. Fazlimga oldim. Lekin bandan bilan seni o'tdayni aslo tushmayman. Kim budir ranjitdik, uzr meni kechirib qo'ying deguncha jon chiqib kelsa, bo'ldi. Allohu akbar qiyomatga bo'ldi. Shuning uchun ham janoz o'qiganda eslasangiz, haqqul abdni kim oladi bo'yniga deydi. Kim otasini, onasini o'rniga borib kechirim so'raydi yo pulini beradi degan narsa bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom birinchi aytgan xutbalardagi vasiyatlari oxirgi so'zim bo'lar balkim usiykum bis-solat. Sizlarga namozni o'z vaqtida o'qishligingizni buyuraman, vasiyat qilaman. Savol tug'iladi, savol. Payg'ambar alayhisolatu vassalom davrlarini bir o'ylaylik, ko'z oldingizga. Atiga 100 ming sahoba, 100 mingta talaba degan. Birorta talabalari qazo qilmasdi. Ha, albatta iymon keltirmaganlar bor, undan tashqari birortalari qazo qilmasdi. Bir vaqt namozni qazo qilsa, o'zini o'zi nadomat qilardi ular. Allohning g'azabiga uchradim derdi ular. U so'zni nima uchun aytdilar Payg'ambar alayhisalom? Birinchi aytgan so'zlari, qayta aytgan so'zlari usiykum bis-solat. Namozga sizlarni vasiyat qilaman deganlar bizga edi. Bizga edi. Bugun biz umraga kelib ham qazo qila olmaymiz. Bugun hajga kelib ham ba'zan to'y ustida, bolamiz, qizimiz, o'g'limizni o'ylayotganda qazo qilib qolamiz. Haqiqatmi? Payg'ambar alayhisolamning so'zlarining ijrosida bu. Shuning uchun ham aytibdilarki, sizlarni men namozga vasiyat qilaman degan xutbani o'qidilar. Alloh taborak va taolo bu so'zni va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha. Rasululloh nafsida gapirmagan edi, balki o'zi qalblariga vahiy qilgan so'zni aytgandilar. Kelajakda qiyomatga yaqinlashgan sari ummatlarda ibodatda so'zgarchilik, bemalol bo'lish, beparvo bo'lish, g'aflatda qolish xatari borligi uchun ham birinchi vasiyatlari usiykum bis-solat. Ikkinchi vasiyatlar uchun erkaklar dedilar, ayollaringiz haqida adolatli bo'ling. Zulm qilmang. Hozirga kelib tushunyapmiz shu narsani. Qanday ayollar haqida zulm qiladi desa, ba'zi erkak ayolini uradi. Ba'zi erkak yomon gapiradi, shirin so'z bo'lmaydi. Ba'zi erkak tor bo'ladi.
vaqtida yedirmaydi, ichirmaydi, davolatmaydi. Bu zulm. Buni tushunamiz. Lekin yana bir zulm turi bor ekanda. Payg'ambar alayhisolamning vaqtlaridagi erkaklar bitta xotin olgan bo'lsa shunga vafo qilib o'tdi. Alloh buyurdi, buni ol degan bo'lsalar payg'ambarimiz oldi ikkinchisini. Bo'lmasa bitta xotin bilan o'tdi. Sahobalarning hammasiga xotinni taloq qil degandilar. Javobini berildi, Qur'on tartib qilganidek tartibda yashadi, ular rozi bo'ldi. Ana endi bizga payg'ambar alayhisalom xotiningga zulm qilma deganlari tiriklay o'ldirib yuborma degan. Ustiga tiriklay xotin olib ketaverma degani. Buni qonun qoidalari bor, talablari bor, din qo'ygan mezoni bor. Shunga javob bersa mayliga o'zing bilasan. Lekin zulm qilma dedilar. Uchinchi vasiyatlari. Voy ummatim, voy sahobalar dedilar. Sizlarni har biringiz bir-biringizga nisbatan qoningiz, moli dunyoyingiz va obro' e'tiboringiz haromdir dedilar. Mana endi bitta ozgina tahlil qilamiz. Obro' e'tibor to'g'risida tahlil qilaylik. Faraz qilaylik, mana odam notiq gapirdilar. Ertaga ko'rib turibsiz, kommentariy degan narsa bor, bilamizmi? O'zi kecha kim edi-yu? Bugun chiqish qildi-ya. Bugun gapiradigan qoldi. Ha o'zini oilasini bilsin, o'zini oldin qilgan kasbi kamolini bilsin degan kommentariyada yozyapmiz. Obro'siga til uzatdi. Payg'ambar alayhisalom Arafotda jon halak ummatga yetkazay degan omonat gaplari obro'ying bir-biringga harom dedilar. Ya'ni aroq haromdek, cho'chqa haromdek harom dedilar. Bugun kommentariy yozadigan qo'llarimizga ozgina e'tibor bo'laylik. Qorimizni beraylik. Kim agar shuni halol deb yozsa xotini taloq bo'ladi. Javob beraman. Kim o'zi bilmay turib, ishni aslini bilmay turib bir ayol erkak to'g'risida muhokama qilib gapirsa, uni umumiy hamma ko'radigan kontinentda hamma ko'radigan joyda shaxsiyatiga o'tib yozmay, hamma ko'rib o'qiydigan qilib yozsa, haromni halol sanadi, ayol bo'lsa eri unga harom, erkak bo'lsa xotini unga harom bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom qaytargan harom ish qilgan bo'ladi. Rasulimiz jon kuydirib xuddi shunday gapirganlar. Sizlar uchun moli dunyoyingizni so'ramay olish, g'asb qilib shantaj qilish. Mana qarang Rasulimizni so'zlarini ijrosida bugun shunday ish bo'lmayaptimi? Ozgina qalamimiz bilan bir pas 50 million o'tkazib qo'yamiz-da. Bir deganda o'tkazib qo'yamiz. Rasulimiz birovning molini g'asb degani yolg'on bilan, zo'ravonlik bilan kuch ishlatib olib olish harom. Harom. Endi qoni kimdir kim o'ldirganini ko'ryapmiz. Bosib o'tkitib faxrlanyapti. Boyvachchani bolasi bo'lib faxrlanyapti. Bir odamni xalq xizmatida yurgan odamni bosib o'tkitdi. Tamom, to'xtamang, tormisiz burib o'tkitdi. Harom bu. Rasulimizni so'zlarining ijrosi bu. Ayni shundan xavotir qilib aytdilar, vasiyat qilib. Demak, Arafotdan oladigan foydangiz Payg'ambar alayhisalom qiyomatga yaqin ijrosi bo'lish mumkin bo'lgan so'zni aytdilar. Shundan bo'lib qolmaying deylik. Va bu joyda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilar. Men dedilar, Payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan oxirgi damgacha birga bo'lar ekanman. Biror vaqt ummatni haqqiga Arafotda uzun duo qilganlarichalik duo qilganlarni ko'rmadim dedilar. 4 soat duo qilganlar, 4 soat. Shunday duo qildilar mana. Mana shu odob bilan boshladilar. Duo qilib hatto shuni ko'targanlarda qo'ltiqlar ko'rinadigan bo'ldi. Allohga yolvorib ketdilar. Shu qadar yolvardilar. Ya Alloh, ummatimni kechir dedilar xolos. Ummatimni mag'firat qil. Ummatimni menga ber shafoatini. Hamma duoni qanday so'rash kerak bo'lsa, Allohni qanday maqtash kerak bo'lsa, Alloh taolo bildirgan zabon bilan, ilm bilan xuddi shunday duo qilardi. Hatto deydi Abdulloh ibn Abbos, hatto peshin o'tib asrga yaqinlashib qoldi ham Rasululloh duoni to'xtatmasdilar dedi. Shu qadar bizni o'yladilar. Bizchi bemalol hatto suhbat ishmaymiz-da. Bemalol turamizda. Men oldi eshitganman bundan zo'r odamlar deydi. Mana shu darajada qalbimiz qotdi. Ya Rasululloh hatto namoz qilgandilar. Peshin o'qib peshinmas edi, o'qin juma edi. Juma xutbasi o'qilish kerak edi. O'sha kuni juma o'qib berishlar kerak edi. Ana shu kuni jumani ham asrga olib borib, asr bilan jumani bitta qilib o'qib berdilar.
Va ulamolar aytadi, mana bu Arafotda duo nima uchun ijobat desa, Alloh taborak va taolo odamdan tortib payg'ambar alayhisolamgacha hamma payg'ambar duosini qabul qildi. Va bu joyning nomi nima uchun Arafa bo'lib qoldi? Arafat bo'ldi desa, Odam alayhisalom Havvoni tanidilar. Havvoni mana shu joyda topdilar va Muzdalifaga ketganlar. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ga Alloh taborak va taolo Jibril payg'ambarni tushirdi va aytdiki, siz dedi haj mavsumida odamdan qolgan mana bir hukm bor. Falondan qolgan payg'ambarlarning nomma-nom aytdi. Mana bu rukunlar bilan hajni qilasiz. Hal arifda dedi Alloh taolo Jabroil orqali. Jabroil alayhisalom hal arifda degan savol beradilar. Ya'ni sen bildingmi, tanidingmi, angladingmi desalar, Ibrohim alayhisalom har so'zga na'am ariftu, ha albatta bildim, tanidim, angladim dedilar. Mana shundan deydi tarixchilar, bu joy Arafa, ya'ni bilish, tanish degan ma'nosini bildiradi. O'zi Alloh taborak va taolo inni va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun ay liya'rifun degan. Ya'ni insoniyat va jinlarni o'zini kim ekanligini tanishlik uchun yaratdi Alloh taolo. Keyingisi, bu joyda banda hokisor ekanligini biladi, xohlaydimi yo'q biladi. Nimaga? Ba'zan biz istagan ish bo'lmaydi. Ya'ni hayitlar doim salqin vaqtda kelmaydi. Issiq mavsumda kelib suvga muhtoj bo'lamiz. Ojizligimizni bilamiz. Arif bilmoq. Ba'zan o'z vaqtida tahoratga ulgura olmay qolasiz, ochilib bo'ladi. Ojizligimni qara deysiz. O'z vaqtida tahoratni ushlashga yaramagan bu tanam, ha ojiz ekan. Bu arif bilish degani. Biz ham endi bu joyda niyat qilamizki, siz zimmangizga uyingizda qolgan qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, amma, xola, tog'a, amakilaringiz bor, ota-onalaringiz bor. Ana shu tabarruk joyga borganingda, duo qabul bo'ladigan joyga borganingda, meni haqqimga duo qilib qo'y deganmidi? Men deganida. Ega, ya'ni o'zimizda yurtimizga borganingizda men duo qildim deyishingiz uchun nima qilish kerak desa, shu joyda turganimizni his qilib, amin deb qo'ysangiz kifoya. Biz duo qilamiz, amin deb turasizlar. Parvardigoro. Ulug' bir maskanida turamiz. Amin. Barcha payg'ambarlarni shu joyga jamlagan joy va payg'ambarlarni jamlaganda ham ularni so'raganlarni bergan joy. Va bu makonni san shiorim degan joy. Payg'ambarlarni hammalarini vasila qilamiz. Xususan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalom vasila qilamiz. Bu joyga avval kelgan barcha mu'minalarni senga xolisona xos qilgan ibodat va duolarni vasila qilamiz. Va o'zimizni ojiz ekanligimiz iymon bilan sen ne'matlantirib qo'yganingni vasila qilamiz. Ya Rob, avvalo bizlarni gunohimizni kechir. Amin. Xatolarimizni biz tan olamiz, ya Rob. Xatolarimizni kechir. Bizlarni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan otalarimiz bor, onalarimiz bor. Bizni deb ba'zida endi mutlaq demaymiz, ba'zida ibodat qila olmadilar. Ba'zida shu ibodatni oxiriga yetkaza olmasdan kasallik g'olib bo'lib o'tib ketganlari bu. Ya Rob, ya Rob, bizlarga yoshligimizda jirkanmay qarab mehr ko'rsatgan, shafqat degan o'lib qolmasaydi, naslim davomsiz bo'lsaydi deb qaragan otamiz, onalarimizni hayotini ham, o'tganlarini ham Allohim o'zi kechirib yuborsin. Amin. Qabrga borganda, huzuringa borganda ularga mutlaq ayb qilmagan, gunoh qilmagan bandalaringga qiladigan muomalani qil. Amin. Ularni bu dunyoda biz haqqiga qilayotgan duolarimiz, qilayotgan barcha solih yaxshi amallarimiz tufaylidan qiyomat maqomlarini ko'tarib yuborsin. Amin. Huzuringdagi darajatlarni ko'tarib yuborsin. O'zlari xuddi qilgandek ajr, savob, nomai amal daftarlarini yopib qo'yma. Parvardigoro, bizlarni ota-onamizga dard davomchisi qilmagin. Amin. Bizlarni ota-onamiz xatolarini davomchisi qilmagin. Amin. Parvardigoro, bizlarni hammalarimizni, ota-onamizni ko'zini quvonchi qil. Amin. Ham bu dunyo, ham qiyomatda qaraganda qochadigan emas, balkim mana bolam keldi, savobini berib jannatga qo'limdan ushlab olib kiradi deydigan bola bo'lishligimizni nasib ayla. Amin. Parvardigoro, bizlarni ham shunday zurriyot bilan siylaginki, dinda kamarbasta bo'ladigan. Qiyomatda payg'ambar alayhisalom havzi Kavsarni ahli solihlar bilan birga tarqatadilar.
ana shu tarqatishlikda kamarbasta bo'ladigan zurriyotlar bilan siyla. Amin. Iloho din yo'lida xizmat qiladigan, xalq yo'lida xizmat qiladigan, oriyatlik, nasl nasablarga dog' tushirmaydigan o'g'il qizlar bilan siyla bizlarni. Amin. O'g'illarimizga yaxshi joylardan kelinlar ato qil. Amin. Qizlarimizga yaxshi joylardan kuyovlar ato qil. Amin. Sen rozi bo'ladigan, Rasuling oldida hijolat qildirmaydigan kelin kuyov ber. Amin. Robbimiz bizni duoyimiz to'xtamaydi. Hatto sendan shunday so'raymizki, bir nikohda orom bilan, barakot bilan umr kechirishni nasib et. Allohim nikoh ko'payishi bu barakot emas. Allohim nikohni qo'yib chiqib qayta o'qitish bu barakot emas. Buni biz e'tirof qilamiz, ya Rob. Sendan buni biz so'ramasak ojizmiz. Bir deganda biz taloq deb qo'yamiz. Og'zimizga javob bera olmaymiz, ya Rob. Gunohlarimizni kechir, taloq deyishdan yiroq qil. Farzandlarimizni mana shu taloq so'zini aytishlikdan ehtiyot bo'ladigan zurriyotlardan qilgin. Iloho farzandlarimizni ilmga ishtiyoqlik qil, ilmga muhabbatlik qil. Umid bilan qo'liga kitob ushlagan o'g'ildir, qizdir. Dunyo ilmimi, oxirat ilmimi? Alloh ularga zakovat ber. Amin. Zehn ber, qanoat ber, sabr ber, muhabbat ber, himmat ber. Ilmni o'rganish bilan to'xtamasin, balkim uni o'rganib, o'rgatishlik rohati, azizligini ham ularga ato qil. Parvardigoro, dunyo tashvishimiz bor, oxirat tashvishimiz bor. Yengil qil. Iloho, biz ularda imtihondamiz. Biz buni e'tirof qilamiz. Biz har bir nafasimizda imtihondamiz, ya Rob. Bizni imtihoningda yiqib qo'ymagin. Amin. Dunyo tashvishimizda sen rozi bo'ladigan holatda yechim qilgin. Oxirat tashvishimizni sen o'zingga qo'yding, fazlingga olgin. Parvardigoro, qarzdorlarimiz bor. Ham ma'naviy, ham moddiy, ham mablag' jihatdan ya Rob, qarzlarimizga o'zing najot ber. Amin. Safarda yurgan o'g'il qizlarimiz bor, yaqinlarimiz bor. Allohim safarlarni bexatar, beshikast qil. Bemorlarimiz bor, shifoyi komil ato qil. Farzand talablar bor. Ilohim, qiz bo'lsa ham mayliga men farzand ko'rsam bo'ldi deydigan. Ota-ona bo'lishlik orzusi bor. Odamlar so'kadigan qo'li bilan qarab, bu tuqmas xotin, bu tuqmas yoki farzandli bo'lmaydigan bola deyishlik, hatto ularning suyagiga borganlar bor. Allohim, biz xolisona hamma mu'minlarga so'raymiz. Ularga farzand ber. Ularni ham ota-onalik baxtiga muyassar qil. Ularni ota-onalarini bobo yoki momo bo'lishlik baxti bilan quvontir. Parvardigor olam, oqibatimizni xayrli qil. Dunyoyi oxiratimizni saodatli qil. Eshitganlarimizga amal qilishni oson ayla. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tutgan yo'llaridan yurishligimiz nasib ayla. Bu zohir qadamlarimiz bilan Rasulullohga izimiz keldik. Endi ruhan ham u tutgan yo'llarni ishlashlikka bizga muhabbat ber. Har birimizni ya Rob bu ulug' joy turimiz. Qo'limizga kalomingni olganda qiynalmay o'qiydigan qilib. Kalomingni o'qiganda rohatlanadigan, lazzatlanadigan qalb ber. Qur'oningga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda qil. Qur'oni Karim ma'nosini tushunib hayotimizga tatbiq qilishni oson qil. Parvardigoro, avlodimizdan hofizi kalom qorilar olimdan chiqar. Allohim yurtimizni tinch qil. Bu joyga bo'lgan eshigini yopib qo'yma. Allohim biz tufayli mana bu yerlarni va yurtimizni barakotini ketkazma. Qadamimizni bu joydan uzma. Qayta kelishlik va xususan katta hajga sarmoyasini halolidan, mablag'i bilan, salomatligi bilan, aql hushimiz bilan kelishligimiz nasib ayla. Va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin. Yuringlar ketdik. Avtobusimiz yetqami? Hemen numara çevirirsen aşağıya. Avtobusga to'xtatib yuring. Kaç xonadasiz? Mami? 6-chi xona. 6-chi? Aha. 6-chi xona, 6-chi etaj, 626. Ben tizden zaten tizden farkında kullanmadım. Telegram veremem mi sen? İsmin neydi? Sen. Sen? Sen. Pastga yurib chap ko'rsatib qo'ygan. O, pastroq yurish kerak. Ha, pastroqda. Hudud. Mana hudud mashin.
Ehtiyot bo'lib o'tamiz, mashinalarga hushyor bo'lib, hoji aka. Gözlerine girip olaya kimle girip Rahmat, Allah razı olsun. Gelelim vefat değil.